Bugungi podkastimiz mehmoni nutritsiolog, endokrinolog, biznes ledi va nutritsiologiya yo'nalishida 5 yildan beri juda ko'p natijalarga erishgan Bahriddin Xo'jayeva Dilnozaxon Maqsadova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Keling Dilnozaxon, bugun sizni bir emas, bir nechta yo'nalishlarda olib borayotgan faoliyatlaringiz haqida suhbatlashamiz. O'zingizni tanishtirsangiz. Xo'p, men Bahriddin Xo'jayeva Dilnozaxon Maqsadxo'ja qizi. 2000-yil tavallud topganman. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumanining Chimyon qishlog'ida. 5 yillik tajribaga ega amaliy va klinik nutritsiologiya yo'nalishida faoliyat yuritib kelaman. 1000 dan ortiq qizlarda, ayollarda natijalar olganmiz. Ya'ni sog'lomlashish bo'yicha, gormonlarini to'g'irlash bo'yicha natijalarimizni olganmiz. 4 yildan buyon Chimyon chashmasi hamda uni qoshidagi Koinot Kavsari olami sanatoriyalarida boshqaruv yo'nalishida hamda davolovchi shifokor bo'lib o'z faoliyatimni olib kelaman. Asosiy yo'nalishimiz mana shu endokrinologiya sohasi bo'lganligi uchun bizning sanatoriyamizda organizmni tozalash, detoksikatsiya qilish hamda reabilitatsiya va tiklanish jarayonlariga qaratilgan yo'nalishda faoliyat olib kelaman. Bizni sanatoriyamizda ko'proq mana shu oltingugurtli suv, ya'ni serovodorodli vanna bilan davolash yo'lga qo'yilgan. Bu suv ko'proq 99% tayanch harakat tizimi kasalliklari, ya'ni artrit, poliartrit, artroz shu kabi kasalliklarni davolaydi. Shu bilan birga nevralgiyalarda hamda teri kasalliklari, ekzema, psoriaz, dermatitlarda yaxshi natija beradi. Hamda endokrinologiya yo'nalishiga oid bo'lgan qandli diabeti bor va qalqonsimon bez faoliyatini tiklashda ham yaxshi ijobiy natijalarni beradi. Shuningdek, bizning sanatoriyamizda o'zini ichki tarmoqlarida pekarniy yo'nalishi ochilgan. Bu pekarniyimizda non mahsulotlarini ishlab chiqaramiz va dasturxonimizga qo'yiladigan kundalik somsalar, nonlar va yana pirojnilar, ertalabki zavtraklarimizga beriladigan barcha pishiriqlar va tushlik payti, kechki ujin vaqtlarida beriladigan mahsulotlarimiz, bularning hammasi ishonchli tavsiya qilgandek, pishirgandek biz o'z mijozlarimizga ham shuni ilingan holatda shu pekarniyimizni yuritamiz. Bu pekarniyda ko'proq qora non urg'u berilgan. Mana shu qora nonimiz ko'proq qandli diabeti bor bemorlar uchun, shu bilan birga ozmoqchi bo'lgan barcha mijozlarimizga birdek tavsiya qilamiz. Va buni qoshida biz yana fotostudiya tashkillashtirganmiz. Bu yerga kelgan ko'p sanatoriyamizga mijozlarimizni ko'proq farzandlari yo'llanmalar hadya qiladi yokida ota-onalarini yubiley marosimlarini o'tkazishadi. Mana shunaqa paytda biz mana shu fotostudiyamizdan foydalanamiz. Ya'ni tug'ilgan kun, qandaydir esda qolarli kunlarini yorqin xotiralarda saqlab qolish uchun fotostudiyamiz tashkillashtirganmiz. Va Koinot Kavsari hamda Chimyon chashma sanatoriyasiga kelganda erkin, bemalol dam olmoqchi bo'lgan ota-onalarimiz, yosh oilalarimiz uchun farzandlari bilan kelishlari mumkin. Yokida bizda o'sha sanatoriyamizda muolaja olayotgan aksariyat yosh bolalarimiz bor. Bularda shu kuyish holatlari bo'ladi. Kuyishdan keyin serovodorod, ya'ni oltin gurgut bilan vanna bilan davolashga kelgan ko'p bolalar faqat vanna uchun keladi. 1 soat olgandan keyin kunni qolgan qismi bo'sh qoladi. Mana shu paytda erkin bemalol foydalanishi uchun biz o'sha maktab va bog'chasini tashkil qilganmiz. Shu bog'cha sanatoriyaga kelgan mijozlarimiz uchun ham xizmat qiladi. Hozirgi faoliyat yuritib kelayotgan yo'nalishlarim shu ko'rinishda. Haqiqatan ham men sizni sanatoriyangizda dam olganman va o'sha nonlaringizdan yeganman. Juda ham mazza qilganman. Umuman mana shu sanatoriyadagi yo'lga qo'yilgan juda ko'p imkoniyatlar, kelayotgan insonlar uchun yaratilgan sharoitlardan men ham hayratlanganman. Aytganingizdek, o'sha kuxnyada kirganimizda ovqat paytida beriladigan har xil juda ham bir svejiy shirinlik, pishiriqlar, somsalar hammasidan yeganman va men endi bildimki, aynan o'zlaringiz pishirganlaringiz uchun ham u narsalar shunday svejiy bo'lgan. Bu juda ham oqilona o'ylab topilgan, o'ylab yo'lga qo'yilgan narsa deb bilaman. Va hozirgina aytdingiz, bog'chamiz yo'lga qo'yilgan deb. Shu bog'changiz haqida yana qo'shimcha kengroq gapirib bera olasizmi? Bu bog'chani qilishingizdan, ochishingizdan maqsad nima bo'lgan?
Bu bog'chani tashkillashimizdan asosiy maqsadimiz shu xodimlarimiz ham ishdan kechikishlarida bemalol shu bolalarini 5-6gacha qoldirib, bemalol ish jarayonlarini davom ettirishlarini niyat qilganmiz va shu maqsadda bog'chamiz hozirda 2 oy davomida ishlab kelyapti. Bundan tashqari bizga kelgan dam oluvchilarimiz ham bolalari bilan bemalol davolanishib, o'sha o'zlari lecheniyalar, muolajalar olayotgan vaqtida bolalarini shu bog'chada qoldirib, bemalol muolajalarini olish imkoniyati ham yaratilgan. Demak, biz yana bir bor eslatib o'tamiz, bizni Chimyon Chashma deb nomlangan sanatoriyimizga keladigan mijozlarimiz, insonlar agar yosh farzandlari bo'lsa, bemalol o'zlari bilan birga olib kelishi mumkin. Hattoki bog'cha yoshida bo'lsa ham yoki 1-2 sinf bo'lsa ham, bu yerda farzandlarini alohida bog'chaga qo'yib, o'zlari bemalol lecheniya olib, davolanish imkoniyati bor. To'g'ri tushundimmi? To'g'ri, shunaqa. Rahmat. Rejalaringiz? Rejalarim, xudo xohlasa, bu sanatoriyamizni ichida ayollar bilan yana o'zimiz sohamda endokrinologiya, nutritsiologiya yo'nalishida keng qamrovda ayollar bilan ishlamoqchiman. Bu nafaqat ayollar, balki erkaklarimiz bilan ham. Ya'ni ortiqcha vazn muammosi hozirda keng darajada qamrab oldi. Mana shu insonlar bilan shu sanatoriyani o'zini lecheniyalari bilan birgalikda ovqatlarini o'zgartirgan holatda, ya'ni ular uchun maxsus menyular tarzida tuzib berilib ishlamoqchimiz. Ya'ni ularni faqatgina tashqi ko'rinishdan egallaydigan natijalar emasda, ularni ichki tomondan shu semizlikka olib kelayotgan qanchadir faktorlar bor. Mana shu faktorlarni o'rganib chiqmoqchimiz. Bizni laboratoriyamiz ishonchli va keng qamrovda tekshirish imkoniyatlari mavjud. Mana shu analizlarini, gormonlarini joyiga qo'ygan holatda shu yangi yo'nalish olib kirmoqchimiz sanatoriyamizga. Ya'ni ularni keta dieta orqali natijalarni olmoqchimiz. Demak, bir vaqtni o'zida ham sanatoriyada dam olishi mumkin, ham ortiqcha vaznli bo'lib, vaznidan qiynalib kelgan insonlar bo'lsa, 10 kun jarayonida ham dam oladi, ham bu davolanish muolajalarini oladi va shu bilan birga sizdan konsultatsiya olib, siz bilan birga ishlagan holda o'zini mana shu ortiqcha vaznini sabablari, uni qanday qilib to'xtatish yoki qanday qilib ozish, to'g'ri sog'lom ozish yo'llarini o'rgangan holda 10 kun ichida necha kiloga ozish mumkin siz bilan ishlash jarayonida? O'rtacha 5 kilodan 10 kilogacha vazn yo'qotish imkoniga ega. Chunki birinchi sog'lom hayotga o'tganda insonda shishlar, ya'ni tanasida ortiqcha suyuqliklar ham yig'ilgan bo'lishi mumkin. Mana shu dastlabki ozish jarayonlarida insondan avvalo yig'ilgan shish, ya'ni suvlar chiqib ketadi. Shuni hisobiga insonda birinchi tashlaydigan vaznida kattaroq natija olish imkoniga ega. Dilnozaxon, bizni podkastlarimizni o'zini tartib qoidasi bor va har bitta podkastga men o'zim mana shu taklif qilingan insonlar uchun blitz savollar tayyorlab qo'yaman va sizga ham tayyorlab qo'yganman. Hozir shu savollarimni beraman va siz tez-tez javob berishingiz kerak. Xo'p, harakat qilaman. Insonni o'zi bilan o'zi uyg'unlikda bo'lishini siz qanday tushunasiz? O'zi bilan o'zi uyg'unlikda bo'lish xotirjam holatini his qilaman. Siz ko'proq kuchlimisiz yoki muomala yumshoq insonmisiz? Yumshoq bo'lishga harakat qilaman. Hayotingizda shunday lahzalar bo'lganmi? Siz o'zingizni ojiza his qilgansiz-u, lekin bu narsa sizga juda katta. Bolalarim bilan, ya'ni farzandlar tarbiyasida
berilayotgan imkoniyatlarni qabul qilishni maslahat bergan bo'lardim va uyatmaslikda maslahat berardim. Dilnozaxon, ish